Biz hozir Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining ko'p tarmoqli klinikasidamiz. Ushbu klinikada hozirgi kunda qurilish jarayonlari ketmoqda. Albatta, ushbu qurilish jarayonlaridan so'ng ushbu klinikamiz Farg'ona viloyatidagi, nafaqat viloyatimizdagi, balki butun respublikadagi ajoyib va noyob klinikalardan biri bo'lishiga ishonamiz va hozirgi kunda albatta ushbu klinikaning mana bu binosi qurib va ta'mirlanishi uchun institutimiz tomonidan 5 milliard so'm mablag' ajratilgan va kelgusida bunday qurilish jarayonlariga ajratilgan mablag'lar asta-sekinlik bilan yana davom etadi va ushbu klinika ishonamizki noyob turdagi klinikalardan biri bo'lishiga ishonamiz. Hozir birgalikda qurilish jarayonlariga sayohat qilamiz. Ketdik. Siz ko'rib turgan mana bu binoda tez orada viloyatimizdagi eng noyob operatsiyalar o'tkazilsa, ne ajab.